Homila qayta tushdimi, bu genetik kasallik bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bemorlarimizning homilasi rivojlanishdan to'xtaydi bir marta. O'sishdan to'xtaydi bir marta, tushib qoladi bir marta. Faqat shu torch infeksiya, gormonlarni tekshirib yuraverishadi. Lekin homila bir marta, ikki marta tushdimi, mayli u gormon, mayli infeksiya, mayli hayot tarzi deymiz, lekin 4-5 marta homila tushsa, homila rivojlanish to'xtab qolsa, umuman anomaliyalar kelib chiqadigan bo'lsa, demak bu yerda genetika bor. Ota irsiy tomondan sog'lom bo'lishi mumkin, ona irsiy tomondan sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin ular qo'shilgan payti, ulardan paydo bo'ladigan bolalar, genlar, driftga uchraydigan payti genetik kasalliklar o'sha rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsani oldini olish uchun albatta bu narsa qayta bo'ldim. Demak, mutaxassislarga uchrashishimda o'shalarda genetik kasalliklarni oldini olish maqsadida mana hozirgi kunda eko muolajasi orqali sog'lom embrionchalarni o'sha genetik tekshirib, eng sog'lomlarni bachadonga qo'yish imkoniyati bor. Mana shu imkoniyatlardan foydalanib, siz stresslarni va irsiy kasallikka uchragan bolalarni oldini olishga imkoniyatni qilishingiz mumkin.